Assalomu alaykum hammaga. Xorazmda patri keldi bizga. Issiqqina, yumshoqqina. Mana issiqqina ekan, jasi yumshoqqina ekan. Pishillama. Jasi chini bilan pishillama qo'yaman. Pishillama. Shirinligini pishillab bildirasanmi? Jasi. Okay. Va noniga qo'shib hal ko'rmadingmi? Sovg'a keldi bizga. Boyagi qozonimizga, mana bu qozonimizga mos qilib komplekt olib keldi. Yes. Shuni olmoqchi edim. Qimmatga olmay qaytdim. Is this for Yes, induction. including induction? Oh. Yes, ishlaydi. Inductionga ham ishlaydi. Buni endi ochish kerak. Ochib, buni yerga qo'yib keyin o'zim video qilaman. Yes, hozir diaper kiyamiz. Hozir. Qani diaper? Mana ochibman. Unaqasiga. Yeah, Nadiz diaper. Qani diaper? Nadiz. Nimalari bor ekan ko'ramiz. Rasmida ko'ruvdik-da baribir. Boshqacha. Xo'sh. Yerga tashlaymiz, hozircha keyin yig'ishtiramiz. Qo'pqog'i. Qo'pqog'i. Qozonimiz bilan bir xil komplekt. Pichoq, qozonimiz. Endi temir ishlatmayman-ku, krasma silikonli yo taxtalik ishlataman-da. Plasmasani ishlatmayman. Silikon bitib yoki taxta bo'lsa ishlataman. Silikon ekan, so'rakan. Va, tova. Adish temiri ham bor. Esingdami? Kichkina tovasi. Hali kamera ketyaptimi? Go back to sleep. And then the next one, please. I'll turn it off. Go back to sleep. Kichkina tovasi. Because I programmed it to be that way, Audish. Because Audish, it's a routine for me when it's my phone. Because I did that back in August, September, October. I woke up at 5 every morning. Yana bitta qo'pqoqcha. It's different though, because I know it's on my phone. Butundan surdi. Mana nima? No, it isn't. You lost my phone. Endi men videoga olyapman. Mana ayting. Gaplashmay tur. Mana bu yana bitta sut pishirgichi. Turburchak tovasi ham bor ekan, atish. Skeletlik. Ana naqa, ichimda naqalik tovasi ham bor ekan, turburchak. Hey. Nima dedim men? Nimaga ishlatding, atish akang telefonni? Nimaga bunga aytasan? O'zingda aybing nimaga aytishga aytasan? Keldi? I thought if we couldn't find a charger, we'd put it back at my desk, not over here on the couch. Oh, just last time I lost my phone, I lost it at the couch. Oh my god. Rahmat, Maqsuda. Вообще. Buni rosa yoqdi-da menga, qimmat ekan deb olmay qaytdim. Olaman o'zim dedingiz. Katta rahmat. Mana sut pishirgichi Nargizda nimasi? Sut pishirgichi. Hali joyim bormi? Mana bunaqa sut 5 ta ekan, yana 3 ta chiqdi. Silikon. Mazza.
Silikonli. Qirmaydi qozonni, ham zararsiz, plastik eriydi, qozonni issig'iga eriydi. Keldi, yerimga tegayapsan. Atish bor izla. Turda, menga qarada. Turda mana divandan osib ko'tarib izla orasiga tushib ketgan. That's what we already did. It's not. Hamma divan, buni qilmading-ku. Bularni qilmading, o'rningdan turib izla. Keyin joyiga qo'y yana. Yerimga tegma. Honest, did you hear her? Okay. Endi yerimga sen ham yerimga tegayapsan. Alrighty. So, mana buni qopqog'i bu. Qashti hammasida qopqog' bor ekan. Qozonchasi. Mana qozonimiz ikkita bo'ldi. Yana bitta narsasi bor. Mana bu qopqoq nima? Yo'q, bu tovoga emas. Mana bu qozonni qopqog'i. Yo'q, bu qozonga katta-ku. Mana qozonni qopqog'i. Bu nima? Mana bu boyagi stimeri. Mant qozonligi. Buni menga qo'yadimi? Bitta qasqoni bor. Meva sabzavot dimlasa bo'ladi yoki shu ustiga mantiq qo'ysa bo'ladi. Xo'sh. Eng qiziqarlisi. O'zi xira ko'rinmayaptimi? Bo'lib shuncha video qilganim. Eng kattasi. Katta emas, tovalarni kattasi. Esimga tushdi nimaligi. Chuqur tova bu. Buni ham qopqog'i bor. Tovalarda qopqog'i yo'q, shart emas bu tovalarga. Mana bularga shart. Yana nima? Yana bitta narsa bor-ku. Oh my god, nechta narsasi bor, Atish? Oh my god, oh my god, Maqsuda, dahshat. How did that all fit in there? They organized it. Organized bo'lsa, sig'adi. I don't see how even Manaki. organized it would fit. Qozon, bunaqa tova, bunaqa 3 ta tova. Pishirgichni kattasi, kichkinasi, mana bunaqa tova, 5 ta bunaqasi va shit, dahshat. Narxini bilaman. Endi nima deydi? Rasmini tashimay o'zlaring qarab olasizlar. Va shu qimmat lekin. Lekin puliga yarasha narsa va shu dahshat. Buni uy uchun emas, akam tug'ilgan kuniga sovg'a olmoqchimiz dedi. Men aytdim, u kishiga sovg'a kerak emas dedim. Bo'lmasam uyga kerakli biror nima olaylikmi dedi. Keyin aytdim, kuni shu Qozonogan chiqqanimda shuni olgim keldi men aytdim. Dedim, men olmay dedim, Maqsuda baribir olaman deb yotdi dedim. So'rab o'tdi, "Opa, olmang, o'zim olaman" dedi. Keyin shu faqat mana bu qozonni olib qaytdim. Ovqat shunga qilib turaman deb. Keyin Maqsuda buni boya olib kelib tashab ketdi. Baraka topsin. Rahmat Maqsuda, dahshat. Bo'ldi endi buni shu akangizga ham uyda sovg'asi ham bo'ladi. Boshqa yana narsa olib kelaman deb yotmang. Yetadi, yetib ortadi. Dahshat. Ko'nglimdagidan ham ziyod. Va shu dahshat. Xursandman. Non uchun ham rahmat. Mana sen va shu yoqda. Men yaxshi ko'raman silikonlikni. E'tiborlaringiz uchun rahmat dedi-ku. Nonni ham bir maqtanmoqchi edim. Mana garshog'im mana qo'yib qo'ydi. Mana bu gaz plita. Mana qozonimda yangilashimga sabab bu uyda gaz plitasi mana xolodilnikka moslab qo'yilgan. Bu ham smart. Har qanday nima ishlamas ekan. Masalan, undaq qilganda qo'lingiz qizimaydi. Lekin masalan, mana shuni 9 ga qo'ysa, shuni
2-3 minutda qaynatib yuboradi qozonda. Juda kuchli, zo'r ishlaydi. Smart gaz plita ham xullas smart. O'shaning uchun men majbur bo'ldim qozon olishga. Voy, Nargiz, nima qilyapsiz qizim? Mazza qilib o'tir. Nima qilyapsiz? What is this? O'yinchoq bo'ldimi bular? What's that, Nargiz? What's that? Huh? Lunch. What? And Hozircha mana shu gaplar. Hammaga katta rahmat. Maqsuda, sizga alohida katta rahmat.